75. To'g'riliqqa to'g'riliq, odamgarchilikka odamgarchilik qilish aytiladi. Yuqorqilar bir xilidir, yana bir xilini tushundirib aytay, sen uni angla. Unutdingmi yoki tushunmaslik bo'ldimi, nima foydani ko'zlab bu ishni qilmoqchi bo'lding? Bilasanki, dunyoda ko'p madhilanganlar vafoliq kishilardir. Ular olqishga ega ay aziz. Dunyoning qonun qoidalari mavjud bo'lsa, odamga odamgarchilik qilish uning belgisi bo'ladi. Kishi yaxshilikka yaxshilik qiladi. Bir yaxshilikqa 10 yaxshilik bilan javob beradi. Kimning urug'i dadasidan tatib esil bo'lsa, uningdan yaxshilik elga foyda keladi. Ana o'g'rilikchi shahvatlanib haramdan o'g'il tug'sa, u elga ofat keltiradi. Aligning yaxshiliklariga nazar sol. Sen uning ne'matlariga, maishatlariga erishding. Bu fazilatlar, bilim farosatlarning hammasiga alig sabab bo'ldi, eshiklar ochildi. Seni nom va unvon bilan ulug' qildi. Yaxshilik qilishing uchun sana eshik ochib berdi. Bu yaxshiliklarni unutib qoldingmi? Buningga javob berish kerak emasmi, ey dilkash? Ey qarindosh, men so'zni qo'pol so'zladim. Ranjima, xafonma. Ko'nglingni bearam qilma. To'g'ri so'z qo'pol bo'ladi, ko'nglingga ochiq tegadi. Hazm qilsa, uning foydasi lazzat beradi. Qattiq tegsimi, qo'pol so'zga g'azablanma. To'g'ri so'z qo'poldir, buningdan ranjima. Buningga taqlid qilib, bunu so'zni aytay. Buni sen angla, ey xushchiray. To'g'ri so'z ochiq bo'ladi, uni hazm qil. Foydasi keyin bo'ladi, seni lazzatlantiradi. Qara, to'g'ri so'z ko'ngilga ochiq, qo'pol tegadi. Qo'pol so'z to'g'ri bo'ladi, qo'pol bo'lsa-mu, to'g'ri so'z qani? Sen kichik o'g'il chig'ingdila otang o'ldi. Bilim fazilatni egalading, yuzingni yo'riq qildi. Alayk seni o'z tarbiyasiga oldi, parvish qildi. Uning sababi bilan sen odamlar qatoriga qo'shilding. Bu qul kinizaklar, ot org'amoq, yer suv hammasi alayk tarafidan berilib, davlat ishiking ochildi. Ko'p yaxshiliklarga, nazu ne'matlarga ega bo'lding. Elde naming yeyildi, shuhrat topding. Endi buning ta'tirisicha maydonda turib, dushmandek yuz o'risang, sana yarashamı? Paydang tegadigan mezgilda, sen u yerdan qechib, chatib tursang, uning ko'ngli echinib qoladi. Sana Ali ko'p yaxshiliklarni qildi. Uningga javob berish kerak emasmi, ey shuhratlik? Kishilar seni ko'rganda olqishlab maqtsin. Elde vafodor degan noming tarqalsin. Kishilarning yaxshisi nima deydi angla. Chin kishining belgisi odamgarchilik qilishdir. Ey yigit, odamgarchilik qil, ulug' kishi bo'l. Kishilik yo'lini odam ana shundoq tutish kerak. Kishiga odamgarchilik qilib haqiqiy odam bo'l. O'zingga odamiy degan maqtashlik nomni ol. Sana Ali 1000 barobar yaxshilik qildi. Sen yaxshilikka yaxshilik bilan javob ber. Yaxshilikka javob beradigan kishi yaxshi kishidir. Xalq ichida sarxil odamlar ichida tonilg'inidir. Bilimsiz, nodon bir kichik o'g'il eding. U seni yo'lab baxt pallasiga ko'tirdi. Endi uningga jon teningni pido qil. Uxlab yotma, kech kunduz uning ishini qil. U yaxshilik o'rniga bu yaxshilik tayyor tursin. Xudo sana yaxshi javob qaytarg'isi. Mehribonlik bilan odamgarchilik qiladigan kishi nima deydi? Angla, ey ko'ngli yaqin. Sen kimning ishini yesang, shuning ishini qil. Ishini halol yegin, mehribonlikqa oshadi. Mard kishi non tuz haqqiga diqqat qilib, yegizgan kishiga beshini pido qiladi. Arzu tilakka ko'p yaxshi yo'llarga erishding. Bugun yaxshilik bilan uningga foydaliq bo'l. Yipak to'n kiyding,
o'zingni tava durdun bilan yo'giding. Sana hasad qilg'uvchilarning sana qarab ko'zi qamashdi. Endi sen Alikka yaxshi nom keltir. Düşmanlar ko'rib o'rtansin, yatlab bo'yin egsin. Halovat ichida ko'p orzu ne'matlarga ega bo'lding. Buqidek samirib, bo'yin ko'ksingni ko'tirding. Endi Alikning ishiga kuchingni sarf qil. Yaxshi duoga ega bo'l, uzun yasha. Dünya mallarını topladın, bay oldun. Yorga argamaqlarını, sap nesillik taylarını mindin. Bu narsalarni Alikka pido qil, ishlat. Tilaklarını tapsun, yüzünü yoruq qilsin. Alik bugün rahat parag'at bilan taxtga minsin. Düşmanlari uzoq to'lg'inib yer upsun. Alik qo'lingni uzun, so'zingni ravon qildi. Yaxshi ko'radiganlarmi, yaxshi ko'rmaydiganlarmi sana arzini etdi. Sen endi ko'proq duo qil, ey yaxshi birodar. Davlat sana yar bo'lsin, ömring uzun bo'lsin. Esil kishilar ana shundoq yaxshilik qiladi. Uning nomi dunyoda mangu qoladi. Arabcha yaxshi bir so'z aytilgan. Bu so'z kishilarning esilini bilishga yo'l ochdi. Qara, kishining asliga uning harakati guvoh. Harakati qandoq bo'lsa, aslimi shundoq bo'ladi. Kimning asli yaxshi bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Yomonning asliga uning o'zi harakati guvohdir. Ey xushbeil, Alik peylini o'zgartsa, uni takror to'g'ri yo'lga boshla, bilim bilan yondir. Barliq yaxshiliklarga Alik bosh bo'ldi. Bu yaxshiliklarni tashlab, o'zingni chatlashtirma. Menga ishinib maslahat solding. Bilganlarimning hammasini sana aytdim. Mening aytganlarimni va o'zing bilganlaringni qarab selishtirib-ku, ishlaring oydinlashadi. Ögdilmişning o'dg'irmishga javobi. Ögdilmish xushal bo'ldi va dedi: "Ey qarindosh, ulug' odam mushundoq bo'lishi kerak. Bugun so'zlarni bak yaxshi aytding. Bu so'zlar mendik tugunni yashdi. Bu so'zlar ba'zida menga ro'shan emas edi. Sen pardini ochib menga ro'shan so'zlading. Men endi bu orzu tilaklarimni tashladim, faqat Xudoyimni menga orq tirak bo'lsin. Egam meni himoya qilib, dilimni ro'slag'ay. Paylim harakatimni to'g'ri yo'lga sag'ay. Duo bilan yor yo'lak bo'l, yordam qil. Meni unutma, o'zimni sana topshirdim." Ögdilmish so'zini tugitib, o'rnidan qopdi. Esallashib, etiga mindi-da qaytib keldi. Uyga kelib etidan tushdi, uyga kirdi. G'iza tomoq yedi, biroz demini oldi. Osmon chechini to'van tushirdi, yo'riq yuzini yopdi. Osmon tul kiyimini kiyib, belini bog'ladi. Quyosh o'rimchashlarini chuvagandek bo'ldi. Dunyo qo'yni tiyin va qomi tusiga kirdi. O'rin soldi. Biroz tinchlanib yotdi. Biroz vaqt rohatlanib tatliq uxladi. Uyg'unib beshini ko'tarib atrofga qaradi. Osmon qiz kulgandek tishini ko'stib tabassum qildi. Quyosh beshini ko'tarib qaytadan yuzini ochdi. Dunyoning hamma tarafi oq-qu rangiga kirdi. Ögdilmish oldirab o'rnidan turdi. Tahorat elib bomdod namozini o'qidi, nashti qildi. Etini minib yana saroyga bordi. Etidan tushib to'p-to'g'ri Alik huzuriga kirdi. Alikning Ögdilmishga savoli. Alik uningdan o'dg'irmishni so'radi. U komil inson tinch aman bormi? dedi. Nima dedi? Meni duoda aslab turibdimi? Uning duosi bilan Xudo balodan aman qiladi. İnson duo bilan yaxshilikka yetishadi. Duo bilan mangulik jannatga yetishkili bo'ladi. Dunyoda yaxshi duo bo'lmagan bo'lsa, bu yomon yer falokat o'rdisiga aylangan bo'lar edi. Ögdilmishning Alikka javobi. Ögdilmish javob berib mundaq dedi: "Bilimga munosib holda to'g'ri so'zlarni qildi.
Qerindishim bugun u yerda yolg'izlikda, muhtojlikda bizga duo qilmoqda. Bizdanmi g'ofilroq yana kim bo'lsin? Gunohni biz qilamiz, u biz uchun duo qiladi. Bugun u alayka mehribonlik va dili yaqinlik bilan uzmay duo qilmoqda. Uningdanmi mehribon yana kim bor? O'z qayg'usini tashlab biz uchun qayg'urmoqda. Ey Ali, bizdanmi g'ofilroq kim bor? Ömrümüz bekor o'tib ketdi, ibodatga qo'limiz tegmadi. Vujudimizni orzu ne'matlar bilan samritib, rohat halobatda yotmoqdamiz. Vujudimiz oxir o'lib, qurt yilonga yem bo'ladi. Jon chiqayotganda pushaymondan boshqa hech amal qolmaydi. Aqllar nima deydi angla. Bu so'zga amal qilish kifoya ey qo'zam. Vujud samrisa, qurt yilonga yem bo'lishi aniq. O'z shodligingni desang, o'tkinchi mehmonsan. Bu hayot tushdek o'tib ketadi, yo'q bo'ladi. Hayotlikning o'tib ketishiga o'tayotgan kunlar guvohdir. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik javob berib dedi: "Ey dana, o'zini qandoq tutish va qandoq ko'zatish kerak? Men uchun sendunmi mehribonroq kishi yo'q. Sana tamamen ishinaman va ishonch qilaman. Men mana uy ichida g'aflatda yotmoqdaman. İşlerimning hammasi tashqarida ey bilimi komil. Sen ko'zim ham quloqim, angla. Nimiki muvofiq ko'rinsa, qarab turma, chora ko'y. Mendin yor yo'lak, yordam kerak bo'lsa, menga degin, men u ishga amal topay. Askar xizmatchilar bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lg'ay. Meni avora qilmay, menga orom bergin, ishini bir taraf qilib. Zolimning qo'li xalqdan yiroq tursin. Bilimsiz nadonlar yo'qolsin, bilim qolsin. Xalq beysin, am ilm rivoj topsin. Bu tilim uning uchun shukr desin. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib dedi: "Ey bag, Xudo tavfiq bersin, ey insonlarning yaxshisi. Qara, telekim hamda ehtiyojim shuki, Tangrim to'g'ri va yaxshi yo'l ochib bersin. Alik halovatga ega bo'lsin va baxt ichida yashasin. Barliq mushaqqat, bosh og'riqi mangli qolsin. Men endi o'zimni sana pido qildim. Sen rohat ichida yasha, ey al-uluqi. Birla hojitim bor. Bugun seningdan so'rayman. Uni sen xushallik va idrok bilan ravo qil. Bilasanki, baglar kimni yaqin tutsa, kishilar doim uning bor yo'qligini surishtiradi. Meni sen qanchalik yaxshi tutsangmi, chaqimchilar chaqsa qopqing turiladi. Jasur qahramon kishi nima deydi angla. U bu pand nasihatni bilib so'zlagan. Kishining ko'ngli go'shtur, u hidlab qoladi, buziladi. Uni bak asrash kerak, ey irodali kishi. Chaqimchilikni xohlamaydigan qanchalik yaxshi kishi bo'lsa-mu, g'ayvatxo'rlar orasiga kirsa, savr qilolmaydi, fikri o'zgaradi. Naqadar aqlliq, sagak bag bo'lsa-mu, chaqimchilar yaqin bo'lsa, uningga malollik keltiradi. Ko'ngil bagdur, vujud bo'lsa uningga qul asridir. So'zga go'yda isiydi, go'yda soviydi. Kishining tabiati 4 xil bo'lib, o'zaro dushmandir. Biri kuldiradi, biri janjal majra tug'diradi. Biri oldirasa, yana biri egri besiqlikni xohlaydi. Biri kulsa, yana biri yig'lashga boshlaydi. Xushal bo'ldim deganda qayg'u keltiradi. Qayg'urdim deganda shod kuldiradi. Ey baxtlik Ali, men shuningdan ansiraymanki, chiqimchi, ya'ni odamiy ishtlar cheqishtirib qolsa, diling ranjiydi, menga ta'tur qarab qolasan.
xizmatin bekor bo'ladi, yuzingni o'raysan. Tilekim va iltimosim shu. Meni kim chiqishtirsa, mendan ahvolni so'rag'in. Tegiga yetkichi so'rishtir, ko'p so'ra. Nima aniqlansa, darhol chora ko'p. Sana kim meni chaqsa, so'zini angla. Rostini yolg'inini so'rag'in. Tegi tahtini surishtir. Burunqi kishilar bak yaxshi aytgan ekan. So'zni angla, lekin hammasini ko'nglingda tutma. Buningdanmi yaxshiroq yana bir so'z bor. Buningga amal qil, ey yaxshi kishi. Hamma so'zni angla, kerak bo'lganini ko'nglingga ol. Keraksiz so'zni shu yerda qaytarib et. So'zlarni anglag'in, lekin rost yolg'inini tekshir. Rostini o'zingda qoldir, yolg'inini jazolig'in. Yolg'onchi kishi bilan dunyo buziladi. To'g'ri chin kishini do'st tut, ey huquqdor. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig javob berib dedi: Ey kishi, hojiting tiligining ravo bo'ldi. Qodir Xudo sana odamiylikni ato qildi. Diling, tiling, harakating va nomingmi to'g'ri bo'ldi. Sendan qandoqmi yomon harakat sodir bo'ladi? Sana yaxshi qiliq oq sut bilan kirgan. Seni menga chiqib so'zligichi kishilar men uchun ashaddiy dushmandir, ey bilim ekan. Mayli ko'p so'zlisin, mayli oz so'zlisin, ularning so'zini qandoqmi anglayman. Yaxshi bilan yomonni ayrimasa, elde qandoqmi ulug' hokim bo'g'ili bo'ladi. Idrak bilan to'g'ri agrini ayriyanmasa, qandoqmi xalqni boshqaradigan bag bo'la oladi. Sinalgan kishini yana sinab yursa, kelgusi kunlarda elni qandoqmi boshqara oladi. Agar to'g'ri bilan yolg'onni doim farqlandiranmasa, qonun chiqaruvchi qandoqmi orzusiga yetadi. Bugun Xudo seni menga haqiqiy ato qildi. Sen bilan nurg'un chigish tugillar yeshildi. Ortiq mehribonlik, ya'ni samimiylik bilan xizmat qilding. Non tuz haqqimni ado qilding. Men endi buningga yaxshi javob qaytarishim kerak. Sana nisb bo'lsa, tirikligingda asqetib qola. Odillik bilan xalq ichida donq chiqargan yaxshi kishi nima deydi, angla. Kishilarga munosib odamgarchilik qilguvchi kishilarning yaxshisi sarxili. Kishiga odamgarchiligiga munosib javob qaytur. Ana shundoq javoblik bo'lg'ini uchun kishiga odam degan nom berilgan. O'gdilmishning alayga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Alik halovat ko'rsin, alga bilim yetkizsin. Xudo ikki dunyoning yaxshiligini ato qilsin. Orzu tilak, umidlari qo'lga kelsin. Davron uning bo'lsin. U xohlagancha aylansin. Zaman uning tiliginicha o'tiversin. Ey ko'ngli to'g'ri, mijozi kamtar, ishonchlik hokim. Ko'p yasha, omon bo'l, baxtiyor hayot kechirgin. Menga sendan ko'p yaxshiliklar keldi. Qadrlandim, boyliqqa, yemak-ichmak, kiyim-kechakka ega bo'ldim. Mana men xizmat uchun qattiq bel bog'ladim. Xudo tavfiq bersin, ey cho'nqur bilimlik. O'gdilmish yana dedi: Ey baxtlik Ali, Xudo yaxshi nomingni dunyoga yoydi. Xudo baxt berdi, yaxshi nomingni tila. Baxtga erishganda ko'nglingni yaxshi tut. Davomliq bag bo'lay desang, ro'shanki muni 4 narsa kerak. Ondan baylikdan bahramon bo'lasan. Birinchi, tili to'g'ri, so'zi ishonchlik bo'lsa. Ikkinchi, alga baxt beradigan qonun chiqarsa. Uchinchi, qo'lini echib sexiy bo'lsa. Xalqqa mehribonlik yetkazsa. To'rtinchisi shuki, botur va jasoratlik bo'lib, dushmanning bo'ynini egib, ishni salamjon qilsa. Qaysi bek bu 4 ishni to'liq ado qilmasa, shuningdan keyin alga ixtilof tushadi. Baylikning uli va yiltizi shulardan iborat.
Yaxşı bəglərinin yolu izimi şudur. Yolunu buzma, şu iz boy cimang. Sendin burun qılanın yolumi şu idi. Qaysı bəg bu yolunu taşlap çətnəp kesse, bəglikini buzudu, oңuşluqqa egi bolanmaydı. Ey Ali, bunu üç türlük kişini qadirle. Bunu sana aytay, zihnini koyup anla. Birincisi cesur mergen, quruç yüreklik yigit. Bundaqla qilic bilan elge köp payda keltirdi. İkincisi dana bilimlik el hakimleri. Bular kengaşga paydalık, işini ronak tapqızıdı. Üçüncüsü zerek ve çıraylık yazıdığan katiplar bulup, kirim çıkım hesabını bilse, xazinini toldurdu. Sen bularını ayrımca başqalardan farqlandırıp tut. Paydasıga münasib halda qadirla, in'am qil. Hamma ishlaring tartibga tushib, bara-bara rivoj topadi. Elingning kuchi ortadi, yering kengayadi. Noming yaxshi bo'ladi, shuhrating chiqadi. Dunyo xalqi yuzingni ko'rishga intiladi. Kishilarning donosi bek yaxshi aytganki, odam o'lsimi nomining yaxshiligi o'lmaydi. Qarag'ina, kishining nomi yaxshi bo'lsa, o'zi o'lsimi nomi o'lmaydi. Bu nima degan yaxshi? Yaxshi nomga ega bo'lgan kishi o'lib qora yer qetida chirib yotsimi, uni tirik hisobla. Tiriklikni izdama, yaxshi nom chiqarishni izda. Noming yaxshi bo'lsa, tirik va shod yashag'ining shu. Qandoq yashash va qandoq yaxshilik qilish kerak? Buni menga aytib ba, ey bilimlik dana. Haqiqiy yaxshilik chillik va to'g'riliqdir. Yaxshilikning o'zi hayotlikdir. Kimki yaxshilik bilan harakat qilsa, tirik yashagan bo'ladi. Kimiki yomonlik bilan harakat qilsa, tirik turib o'lgan bo'ladi. Dunyo o'tib ketadi, yaxshi ish harakat mangu qoladi. Yaxshi qiliq bilan yaxshi odat yo'qolmaydi. Bevafo dunyo senden yüz o'riganda, asqatidig'ini qilgan yaxshiliqingdir ey qo'zam. Ey Ali, bu dunyoga heris bo'lma. U vafo qilmaydi, buni yaxshi bil. Bu dunyo ishlarini bir o'yin hisobla. Oyoqlashishini xohlasang, yengi boshlanishini ko'z tutdi. O'yinga qetilma, sagak bo'l ey qudratlik. O'yinga qetilsang, bo'yning bog'lanadi. Diqqat qilsang, kitobda bak yaxshi yozilgan. Bu so'zlarni unutma ey dili zerak. Qara, bu dunyoning ishlari bir heli nayrangdir. Nayranga aralashma, buning nima keragi bor? Egangning buyrug'ini o'rinda o'z qulluqingni qil. Agar unda qilmasang, beshingning ketishi aniq. Ey Ali, mening bilganlarim ana shular edi. İçim ve teşimdeki hammini sana bayan qildim. Sözümni anglasang angla, agar anglamasan va menga ishonmasang, shaksiz bir kuni o'zing ko'rib qolasan. Alining o'gdilmishga javobi. Ali aytdi: "Ko'nglimni tuz tutib, bu ishga Xudodan tavfiq tilayman. Talab qilsa, Xudo yordam madad beradi. Men uchun ro'shan bo'lmagan bo'lsa, sen yo'rtib be. G'ayrat qilib sirtdagi nurg'un ishlarni ko'zat. Sagak bo'l, quloq, ko'zingni ishtik qil. Kuching yetishicha ishla, menga yo'lanma. Yana ba'zi ishlar qolsa, sana yordamlashaman." Ali so'zini tugatdi, og'zini yumdi. O'gdilmish asta o'rnidan turib sirtga chiqdi. Etini minib, yana uyiga keldi. Uyiga kirib to'nini yashdi. Kechida uxladi, ertiganda yana otlanib saroyga bordi, etidan tushib ichkari kirdi. Shundan buyon o'gdilmish g'ayrat qildi. Tik turib nurg'un ishlarni bajardi. Xalq halovatga yetdi, dunyo tuzaldi. Ali xotirjam bo'ldi, shodlandi.
eli yaxshi duo bilan madhiya so'zlarga to'ldi. Nomi mangu yo'qolmaydigan bo'lib qoldi. Qara, yaxshi qonun nima degan yaxshi? Qonun nizomlar bilan baglik o'ri tura oladi. Xalqqa ana shundoq bag boshlamchilik qilsa, xalqmi, almi hammasi farovon bo'ladi. Xalqmi itoatkor, qiliqlari to'g'ri bo'lsa, ondan baglarning kuni yo'riq bo'ladi. Bu baglar Xudodan avatilgan yo'l boshlovchilardir. Xalq yaxshi bo'lsa, bagmi yaxshi bo'ladi. Xalqi yomonlik qilsa, bagmi yomonlik qiladi. Yomonga yomonlik qilsa, ondan yomon tinadi. Xalq yurish turishini tuzilsa, begimi xuy paylini tuzatadi. Baglar xuy paylini tuzatsa, al tuziladi, tozalanadi. Shunda qilib kun oylar, zamonlar o'tdi. Dunyo go'zallashdi, xalq boy bo'ldi. Tuman tozallar tarqidi, tang yo'ridi. Hamma bulg'inishlar tuzaldi, tozalandi. Ali yana Xudoga shukr qildi. Tuman madhiya bilan hamdu sana o'qidi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.